Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Akalarim yaxshimisizlar, bo'g'irmisizlar, omonmisizlar? Bir pasta bir hafta o'tib ketdi, bilasizlarmi? Ana qo'yavering, ana mana deb bir pastada, ya'ni birdaniga o'z mana даже iyul tugab, ya'ni avgust kelyapti akalar. Ana 26-yilda ham yarmini ketkizib yubordik o'zi. Xudo xolasa Jizzax mashina bozoridamiz, akalar nasib bo'lsa harakat qilamiz. Sizlar so'ragan videolar chiqarishga kam ko'stiga rozi bo'lasizlar. Bitta ertalabdan sotilgani bor, egalar rozi bo'lsa uni xudo xolasa video olamiz. Bir ikkita akalar Captiva so'raydi. Uka, Captiva qo'ymay qo'yding, Captiva. Captiva qiziq bo'lsa akalar Captiva ham qo'yamiz. Endi Captiva bir xil qiziq emasmikan, endi shunga qo'ymay turgan edik. Xudo xolasa ketdik, davom etamiz. Konkida o'tish oson emas, lekin Rossiyadan o'yga pul yuborish juda oson. Buning uchun esa tezda ilovasini yuklab oling va Rossiyadan O'zbekistonga eng yuqori kursda pul yuboring. Hoziroq ilovani quyidagi link orqali yoki Play Market va App Store'dan yuklab oling. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga yuqori kursda pul o'tkazmalar. Tezda siz uchun yaratilgan ilova. Menimcha mana bu sotilgan ovoz to'xtatamiz, amakijondan 1 minutga bir o'tamiz. Amaki, assalomu alaykum. O'zingizni ko'rsatmayman, sotildimi? Qanchaga? Shoshmang endi 1 minut. 70 million so'm. Yili? 21. Barakasini bersin. 2021 70 million. Olgandan keyin sotgandan keyin barakasini bersin. Xo'sh, akalarim, Damas'la qatorida biz xudo xolasa endi Damas'dan ko'rsatamiz. Kecha nima bo'ldi, bugun nima bo'ldi, xudo xolasa beg'ani ko'rib o'tirasizlar. Mana bu yerda qani 26 labo bor mana. Sotuvda bu ham. Egalar 96 million o'tib beramiz deyishdi. Endi bilmadim, laboni bozorda anaqada salonda bo'lib berishga berib, menimcha naqd pulga buni olmasalaring kerak. Yana ham bilmadim. Xudo xolasa, yig'ini davom etamiz. Ketdik. Ketdik akalar, davom etamiz. Orqada labo turibdi, Damas turibdi. Endi savdolarga aralashmaylik, shunchaki sizlarga ma'lumot uchun aytib o'taman. Kraskasi top-toza 24-yil, Vosenska diskalari bilan 13 ballonlar taqilgan, 4 ta polniy ishlar shumka bo'lgan, 100 qanchami yurgan Damas. Uzoqdan bir ko'rsatib qo'yib o'zini, egalari ko'rinmasin. Ana shu mashinamiz. Odam o'ylab turgan. Xo'p, 75 million egalar so'rab turibdi, qolganlar savdo qilib turibdi. Egasidan qancha bir 60 ga bermalaymisizmi? Yo'q, aka, mana shu odam so'rayapti, qolganlar undan tayinli so'ragan yo'q deyishdi. Xudo xolasa Labo Damasdan davom etamiz, ketdik. 2019 bo'ldi. 2019 akalar Labo bir Labo so'raganlarga davom etamiz. Taqalgan 65 million debdilar endi egalar. Bo'ldi aka. Taqalgan 65 million debdi egalar. Kraskasi qayerda? Toza, yurish-turishda muammosi yo'q, xudo xolasa. 2019 kraskasi toza, 153 ming probeg bo'lgan Labo so'raganlarga videoni tanishmishiga jo'natib qo'yasizlar. Mana balonlarga mana shu hozircha arz qilmasalar ham bo'laveradi. Orqada metani bor, tunikasi, rezinkasi, hamma narsasi yaxshi mana. Xo'p, narxi o'sha gap akalar 65 million so'm. Endi mana yerdan ozroq tiygan jo'chasi bor ekan. Aka nomerini qoldiramiz, telefon qilib savol javobini o'zlaring qilaverasizlar. Amaki, nomer ayting. 94lik. 162 1804. Nima so'radim, bozor kimdir? So'rayapti. Qancha bermadingiz? Taqilgan 65 debsiz-da, to'g'rimi? Yo, ozmoz o'tib ketgan joyi bormi? Taqilgan. Bir gap ozroq bo'lsa o'tib ketgan joyi o'zlarida ustida gaplashasizlar. 2019 nomeringiz. Aytdik-a? Bo'ldi, nomer aytdik, bitta qaytarasizlar akalar. Salomat bo'linglar. Davom etamiz. Yo'q. Kraska? Kraska yo'q. Toza. Xo'p, akalar, Forland so'raganlarga 2023-yil Forland. Bu uzunasi necha bo'ladi? Uchuni balandligiga 180. Yondan pastroq. 170. Yashi, necha tonnagacha ko'taradi? 2 tonna oladimi? 2 tonna ko'taradi. Yakka balon orqasida 2 ta metani bor ekan akalar. Forland so'raganlarga davom etamiz. Xo'p, Labolar qatorida biz, Damaslar qatorida biz akalar ikkalasidan ham ko'rsatib o'tiramiz. Nasib bo'lsa, ana sizga ishlari deb. Probegi qancha bu aka? 90 ming. Bu Fatondiki-a o'zi. Bu Faton Forland akalar, 90 ming probeg. Bu yerda konditsioner bor, ABS bor, rol elektronli menimcha. Narxi qanaqa? Narxini 10 ming deyapmiz. 10 ming kelishamiz yana ham. Adres qayerda? Adres Zomin. Jizzax Zominli akalar mashinasi. 2 tonnadan qancha ortiq ham ortsa mana shu ko'tarsa kerak. Endi bilaman, bu qiynasa qiynaveradi. Prosta o'zingiz qanchalar ortdingiz? Plus minus. O'zim 2 tonna ortdim. 2 tonna ortdingiz, ha? Bemalol yurdi. Gazi nechtali? Gaz 265 dan. Qancha yuryapti probeg? 450 yuradi. 450. Qarang. Qanchadan beri o'zingiz haydaysiz? Olgandan beri deyman. Ya, necha yildan beri? Necha yil bo'ldi o'shanga? 23. 23 olgansiz. Salonni o'zingiz olgansiz. 24 yil oldim. Nimasi buzildi? Nimaga xarajat qildingiz? Men eshitishim bo'yicha motor qildik shu. Ha, men eshitishim bo'yicha aka hozir
Fatondan men birovdan so'radim. Ana odam tashiyotganlari bor-ku. Aka 200 ming probeg bo'libdi, men o'zim 100 mingda oldim, o'zim mana 100 ming yurib qo'ydim, lekin faqat ukajon gazi bilan mo'yini vaqt almashdi deb, bo'ldi, qolgan ishni rasxod qilganim yo'q debdi. Chota bular zo'r mashina chiqdi. Aka Aybimiz bo'ldi, shunda motor qo'ydingiz, bo'ldi. Narxi 10 ming kelishamiz. 10 ming. Yetmaganiga qarab turishga imkon bormi? Kelishamiz. Kelishamiz. Gen format qiziq emas. Nomer ayting. 93lik 295 66 12. Telefon qilasizlar. Aka sotish huquq narxlari? Ha, sotish qolgan. 2020 akalar Damas. Egasi bilan gaplashdim, o'tgan safar video qo'ygansan dedilar. Hozir odamlar haydab ko'rishyapti. Qancha desam 50 millionga bo'lsa berib yuboraman, taqilgan debdilar. Mana endi savdo qilishyapti. Xudo xohlasa menimcha 50 ga bitib qolar. Salomat bo'linglar. Davom etamiz. Xo'p, yana bitta akalar 24-yil Damas. Yurish turish hech qayerda muammosi yo'q. Narxini oldin aytamiz. 75 million yana o'tib ketgan joyi bor. Akalar pul zarurluka debdilar. Bir 5 million pul yetmasa 1 oygacha qarab turish mumkin bo'lar ekan. Xo'p, kraskasi tozami bu ekan? Kraska toza, salonni qo'yinglar endi mana oranjiviy salon qilingan. 42 ming probeg bo'lgan. Aka o'tiring bemalol. Ha, sizga ishlari. Xo'sh, nimasini ko'rsatasiz? Gazini ko'rsatamiz. Gazi endi обязательно gazi bo'ladi. 12 li yumshoq balonlarda ko'ringlar, qiziqqanlar savol javobini o'zingiz telefonga gaplashasiz. Aka 74, 75 kelishamiz yana. Yetmaganiga bo'y aytdim bularga 5 million puldan yetmasa 1 oygacha qarab turadi maksimum. Gen format qiziq emas. Qiziq emas, beraveramiz. Necha pul bitdi? 57 olmuş oldum. 5 ming to'rt qildi aka. Dollarda qancha? 65 bo'lyapti. 65 millionga yo'qmi? Ozmoz qo'shib savdo qilar ekanda. Endi avlasi bermaganingizga o'ylab ko'rarsiz balkim aka. Bilaman sizga ham qiyin hozir. Ana birovni tovarga biz endi xo'jayin emas-ku biz akalar, yag'ini o'zingiz savdo qilasizlar. Chunki pulsizda yag'ini gaplashaverasizlar. Nomeringiz? 99 126 27 21 aloqa qilib ko'rasizlar. Aka, pishgan joydan qo'yib yuboraymi? O'zingiz tushmaysizmi? Charchamang. O'shami 50 mi? Turing, ko'rinmaysiz. 50 mi? Barakasini bersan 20 da. 2020 akalar 50 millionga pishdi. Shu bolanimi? Barakasini bersan, barakasini. Yo, ko'rsatmayman, xafa bo'ladilar. Charchamang. Salomat bo'linglar akalar, bozorchi. Boya savdo pishib turibdi, bo'ldi, berib yuboraman turiblar. O'sha gap berib yuborishibdi. Salomat bo'lsin, barakasini bersin. Qolgan qachon berasiz? Shu masalada aka. Endi sizni ko'nglingiz yangi yilda. Berilmay qolsangiz yangi yilgacha. Ya, endi aka, shu aka hech kim o'zi garantiya bermaydi. Xo'p, akalar labo kerak. Kimda labo bo'lsa, yil necha bo'lsin? Siz shuncha narsaga so'raysizmi? Hammamiz o'zingiz ko'rsatmang, shunday turavering. Hammamiz o'zimiz foydamizga dedik-ku. 24-25 labolaring bo'lsa, mabodo boshdan 30-35 million pulingiz bor, kamida. Shunaqami? 40 million pullari bor. Akani o'zini ko'rsatmayman. Boshdan to'lashga 40 million pullari bor. Qolganini yangi yilgacha o'zaman. Bo'lib berasizmi yo bitta qilib berasizmi? Ya farqi yo'q emas, bo'lib berasizlar. Olekkonim butun olmaydi hayotda. Bo'libga kelisha olasizlar qolganini. Kimda labo bo'lsa 24, 23 bo'lsa kerak menimcha. 23, 24, 25 labolaring bo'lsa, aka nomerini aytaman, telefon qilinglar. Yag'ini bo'lib berishga mabodo sotaman degan bo'lsang, boshdan 40 millionni beradi. Pulni kelishgan holatda yag'ini gaplashib olasizlar. Nomeringizni ayting. 562 Kod bilan ayting. 99 lik. 562 56 25. Aka aloqa qilib ko'rasizlar. Aka, o'zingiz his qiling, salomat bo'ling. 5 mi? Qaranglar, 24-yil labo. Oldindan narxini aytamiz, 35 ming probeg bo'lgan. Men o'zingizga ushlab oling. O'zingizga. 85 millionmi necha pul edi? 84 million. Yana ham kelishamiz. Ha, xudo xohlasa. 84 million yana ham kelishamiz. Otaxon sal puli qimmat ko'rsam, ukajonim, yosh katta odam. Ukam, kelsin, ko'rsin, ustida gaplashin, savol javobi bor, to'g'ri. U arzonga olgisi keladi, men qimmatga sotgim kelaman, uka. Kelsin, ya'ni gaplashaveramiz, muammosi bu deyishdi. Ya'ni o'sha gap gaplashaverasizlar. 35 ming yurgan mashina haqiqatan. Ya'ni o'zingiz savol javobini qilasizlar. Amaki zavodskiy balonlarda qarang. Yetmay qolgan joyiga qanchagacha kutolasiz? Mabodoga. Bilaman, hozir pul zarurligini sotayapsiz. Kelishilaveradi. Kelishilaveradi, ha. Xudo xohlasa. Ha, yaqin xudo xohlasa. Adres qayerda? Adres shu, Center mana. Jizzaxdami? Jizzax shaharida o'zida. Qolgan masalalarni amakini o'ziga telefonga gaplashib olasizlar. Nomeringiz? 97 435 31 12. Aloqa chiqarasizlar. 2010 zadniy mos, motor, korobka, ходовой hech qanaqa joyda ish yo'q akalar. 2010 Damas labo qilingan variant. Bilsangiz agar Damasni labo qilingan variant ko'pchiligi Damas dumalab ketsa, yon boshlab qolsa qilishadi. Akam aytib turadi, "Yo'q, uka, o'zimni Damas'im o'zim qilganman" dedilar. Shunaqami aka? Muammosi yo'q. Kelasiz, ko'rasiz, savol javobini o'zingiz qilib olaverasizlar, behijolat. Xo'sh, nimasini ko'rsatamiz endi? Bu yerni ko'rsatamiz.
O boy aka sotdingizmi? Sotildimi? Qanchaga? Narxi yili? Barakasini bersin. 74 millionga 2018 Nexia sotilibdi. Mana biz davom etamiz. Xo'sh, salonni ko'rsatamiz. Probegiga endi ishonmayman, baribir 2010 aka. Bu top ekan motion. Xo'sh, qani 2010 ekan. Xuddi shunday. Dokumentda muammosi yo'q. Keling ko'ring, sizga gaplashing. 45 ga bermadingiz. 45 ga beraman. Endi hozir qo'shsin desam sizga yoqadi. Bermaganingizga bering desam, to'g'risi yoqmayman sizga. Puli bor odam sizga gaplashadi. Bo'ladimi aka? Telefon qilasizlar. Nomeringiz? 99 157 32 35 aka aloqa qilib salomat bo'linglar. 2014-yil akalar bu Donfingmidi? Changan. Ishi yo'q. Xarajati yo'q. Ana o'tgan safar 2 hafta oldin buni videoga qo'yganmiz. Akam aytayaptilar, "Aka qo'ymagansan." Aka qo'yganman, ko'rib oling desam, akam "Aka qo'ymagansan" rosa tarashdi. Mana aka, yana bitta qo'yib beraman. Rozi bo'ling, olayk odam chista xudo olsa, sotib olasiz deb duo qilasiz dedim. Xo'p, ikkita gaz baloni, akalar qo'sh balon bo'ladi, ikkita gaz baloni bor. Ishlari alikapont bo'lgan mashinamiz. Bismillah, mana ishlari sizga. Akam probeg qancha? 163 ming. Yashing, narxi 110 million. Kelishamiz. 100 million deb qo'ysangiz bo'lmaydimi? 100 million kelishamiz siz. Nega shu qimmat etkanda? Kelishamiz. Yetmaganiga nima bo'ladi? Hamma narsa bo'ladi. Necha pul so'radi? Bozor, tanish, bilish, uy bermagan. Realni aka. So'ragan yo'q. Kecha 2 bozor oldin ham so'ramadimi? 2 bozor oldin 100 million so'radi ekan. Nimaga bermadingiz? Qo'zidan bir qo'zini sotib beraman dedi. Bermadim. Shu bilan yo'q bo'lib ketdimlar. Yo'q dedingizmi o'zingiz? Yo'q degandim-da o'zim. Aka bir gap. Bizdan telefon qiladimi? Sizga uzr, men aql o'rgatish emas. Bo'ldi. Nima tovaringiz bo'lishidan qat'iy nazar aka, biz ham bozordamizda. O'zim mebelchiman aslida. 1 so'm so'raydimi, 10 so'm so'raydimi, yo'q deyishga shoshmay, o'ylab ko'raman, deb bo'ldi. Endi bizniki stavka aniqda. Chunki mana bu narsa aka vaqtida misol uchun 180 million olgandirsiz bilmayman endi misol. Hayda desangiz, bundan o'tib ketgan joyi bor. Endi bizniki mebel aka, bizniki stavkamiz bor-da, ketgan xarajati bor. O'sha xarajat ustiga qo'shsa beramiz, qo'shmasa bermaymiz-da. Shuning uchun damoqchi bo'lgani yo'q deyishga shoshmay, kim qiziq bo'lsa telefon qilsa gaplashib olasiz. Nomer ayting. 97lik. 97 295 295 2303. 2303 aka aloqa qilib qo'yasizlar. Orqada damas videoga olmadik, egalar rozi bo'lmadi. 23 ga 24 ekan, 65 million so'mga birov nasiyaga so'ragan ekan, berishmabdi. Tanish odamlar, unaqa uzoq emas, chirish tanish odamlar. Bilmadik endi. Zadnimiz, padimiz hech qanaqa joyda ish yo'q ekan. Nima deymiz? Ilojimiz yo'q. Damasdan ko'rsatamiz akalar, bitta, ikkitadan. Mana bu yerdalar egalaridan so'raymiz, rozi bo'lsa qo'yishamiz. Mana buni egalari 2008 ekan, Zadnimizda 70 dan keyin ovoz bor ekan dedi. 30 million so'm so'rab turibdilar. 24 millionga. Hozir aka aytayapman. 24 millionga bermabdilar. Aka yaxshi narx qilibdi, nima bermaydi desam, aka ozroq bordi deyishdi. Endi bilmam. 24 million nima zo'r narx. Bilmadim endi uni. Qarab telefon qilasa qolganini so'rab olasizlar o'zingiz. Qanday ukajonim yaxshimisiz? Hozir sherdaman. Zadnimizda faqat 70 ta ovoz bordilar akam. Qolgan joyda ish yo'qmi? Endi kraskasi bor endi, samasa bor. Aka nech pul bo'ldi Nexia? Olindimi? 1 minut akam. Bo'ldi, keldim aka, mana o'zim keldim. Assalomu alaykum. O'zlaring ko'rsataveraymi, shart emasmi? Joningiz sog' bo'lsin. Yili probeg qanchaga oldingiz? 2006-yil. Aha. 24 million kami bor aka. Aha. Ketyapsizmi chiqib? Yashing 2000 $2000 da. Ha, 2000 Puli $2000, yili 2006. 2006. Nomer ayting. 99 477 9704. Telefon qilishadi aka, xudo olsa. Salomat bo'ling aka, yaxshiliklar xizmat qilsin. Charchamanglar, qo'yib yuboraman xudo olsa. Ana sizga biz mana bunga qaytamiz. 30 milliondan aka 24 ga bermadim dedingiz-da. Kelishdi ham oytagan gapiring uni. Telefon qilsam kelishtiramiz. Yetmagan nima qilamiz? Yo'q, faqat naqd. Endi aka, hozir 2008 yo'q aka, 30 million emas, 30 milliondan pul aka. 30 million. Uni qarang. Aka, ozroq qo'ysak, anaqa beradi, katta yaxshiroq mashina beradi, yili yaxshiroq odam. Yaxshi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93 240 240 9920. 9920. Telefon qilasizlar. Aka, salomat bo'ling. 96-yil. Ishi yo'q. Motor kecha ustidan o'chirdim, yangi motor. Voy dod. Aha, qancha ketdi motorga? 5-6 million ketdimi? 15 million so'rab yuboramiz. Taqilgan 15 million. Zadnimozchi? Zadnimozda nomiga ovoz bor. Damas so'raganlarga endi 15 million aytishaveradi bular. 15 million bo'lsa beraveraman deyishyapti-yu, endi bilmadim akalar. Yaqina kelib savol javobini o'zingiz ko'raverasizlar tepasi. Shunaqa narx bo'lib qoldi akalar, damasimiz ham. Aka, chirganlari bor ekanda bitta ikkita ham baribir. Ishlov beriladigan joylari bor hali. Endi akalar uni olasizlar, faqat
dalaga minishga bo'lib qoldi baribir bular ham. Qancha qildi? Qancha qildi? Variantga so'raydi. Hozir yana variantga so'rashadi. U qanday variantga so'rash? Beramiz. Ana xafa bo'lmang-ku, o'g'il bola ham qiz bola ham vaqtida uylanmasa, vaqtida erga tegmasa, keyin bora variantga so'rayotgan bo'ladi uni, variant bo'lib qoladi ular ham. Iloji yo'q. Hayot shunaqa. 2 million pul bo'lsa ham beraveramiz variantga. Ana endi o'zingizga keldingiz. 2 million pullaymiz akalar, variant keyin bo'ladi, yana gaplashiraverasiz o'zlar bilan. Nomeringiz? 88 029 029 79 79 72. 72 aloqaga chiqarasizlar. Sarjatlarni qilib qo'ymaydimi? Yo'q, aka bu ham yaxshi. Biz ana kino o'ynayapsiz-ku. 18 dedingizmi? 2018-yil akalar Labo. Xo'p, egasi 65 million so'rab turibdi. To'rtta balon 13lik yumshog'idan xarajat yo'q deyishdi. Olasiz, minasiz degan. Mana hozir so'rayotgan akalarim boshidan 25 million 30 million berib bo'lib berishga berdi-ku, yo'q deyishdi. 61 gacha qilishibdi, berishmabdi. 171 ming probeg. Mashinamiz metanda. Mana orqasidagi budkasining o'zi kamida 12 million turadi akalar. 61 ga yo'qmi? Yo'q, 60. Faqat naqdgami? Naqd pulga. Gen ahvol mutqizilmas. Farqi yo'q. Qayta-qaytaga beraveramiz. 2000 necha edi? 18. 18. Nomer ayting. 99. 557 557 20 57. Telefon qilasizlar. Xo'p. Xayrni nasihat qilib ketmaylik. Xudo xolasa akalar tugatdik. Ham ko'stiga rozi bo'lasizlar. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz oldindan. Damasdan qildik, qo'ldan kelgancha Damas Laboladan, Cobalt Gentradan qildik. Cobaltdan ikkitagina oldik, oldik video. Sotirganlardan ham qo'ydik, xudo xolasa. Nexia'dan oldik. Katta mashinalardan video olmadik bugun. Sababi katta mashinalar anaqa bo'ldi. O'tgan hafta qo'ygan mashinalarimiz bo'ldi, katta mashinalar. Shuning uchun katta mashinalardan unaqa video olmadik. Salomat bo'lasizlar, o'zlaringiz tutib qo'yasizlar. Xudo xolasa, keyingi bozor tana jonimiz sog' bo'lsa, yuragimiz urib tursa bo'laveradi. Salomat bo'linglar, o'zingiz tutib qo'yinglar. Charchamanglar.